rahmat. Yoshlikka qaytganimiz uchun, mana shu dasturni tayyorlagan akalarimiz uchun, opalarimiz uchun bitta qarsak chalib qo'ysak. Endigi navbatda Do'stlik, Jizzax, Paxtakor, Toshkent, Samarqand, Buxoro, Xorazmlarda o'z hissasini qo'shib, sahnalarimizda qo'shiq kuylab kelayotgan yigitimiz bor ekan. Shohruxbek Pardaboyevni mikrofon qarshisiga taklif qilsak. Qoldi bitta narsa, mana shu Shohruxbek yigitni Instagramda ham ko'p ko'ryapmiz, to'y ma'rakalarda ko'p ko'ryapmiz. Lekin hech jonli rostdan aytadimi? Mikrofon oldida, orqasida kuy ketgan holatda biz bilolmayapmiz shuni. Agar iloji bo'lsa Shohruxbek aka ikki qator mikrofonda bez muzika qo'shiq aytib berib, qolganini sahnani sizga tashlab ketamiz. Sizlar uchun ikki qator jonli ijroda. Bizda bugun mana shu sahnamizda faqat jonli ijro, o'yin, kulgi, xursandchilik. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Bu yerga bugungi oqshomga yig'ilgan barcha sinfdoshlarni chin qalbdan tabriklab qolaman. Yanagi yillarda bundan tashqari bo'ladigan har bitta yig'inlarda shunaqa davrlarni to'lib o'tirishlaringizni chin dildan niyat qilib qolaman. Bugungi xizmatimiz jonli ijroda sizlar uchun bo'ladi. Taklif istaklar bo'ladigan bo'lsa, qo'shiqlarning so'zlarini biladiganlar birga qo'shilib aytsa faqat xursand bo'laman. Rahmat, boshlaymiz.